Assalomu alaykum azizlar. Hozir bilan quloq kirlarining to'planish sababi va ularni tozalash usullari haqida batafsil gaplashamiz. Biz uni bilishimiz uchun quloq tuzilishidan kelib chiqamiz. Ya'ni bizda eng asosiy kir to'planadigan joyi tashqi quloq bo'lgani uchun tashqi quloq haqida gaplashamiz. Tashqi quloq ikki qismga bo'lib o'rganiladi. Quloq suprasi va tashqi eshituv yo'lidan iborat. Ya'ni nog'ora pardagacha bo'lgan qismni tashqi quloq deyiladi. Bizda tashqi quloq, ya'ni tashqi eshituv yo'li ikki qismga bo'lib o'rganiladi. Ya'ni 3dan 2 qismi ichkari qismida suyak qismlar joylashgan bo'ladi. Tashqi 3dan 1 qismi tog'ayli qismdan tashkil topgan. Buni ahamiyati nima deydigan bo'lsak, ya'ni suyak qattiq bo'lgani uchun bu hech qanaqa harakati bo'lmaydi. Lekin tashqi 3dan 1 qismida tog'ayli qism bo'lgani uchun buni oldingi tomonida chakka pastki jag' bo'g'im bilan yonma-yon joylashgan quloq. Ya'ni bizni jag'imiz ishlagan paytda qulog'i bu 3dan 1 qismi doimiy qimirlab turadi. Buni ahamiyati nima? Ya'ni bizning quloqda bu yerda to'planadigan kirlarimiz doimiy mana qulog'i tog'ay qismi qimirlashini hisobiga tashqariga qarab harakatlanib turadi. Ya'ni quloqni o'zini tozalash funksiyasi bor. O'zini tabiiy tozalash funksiyasi bor. Endi quloq kirlarining paydo bo'lish sabablariga keladigan bo'lsak, bizda bu quloqqa kirish qismida juda ko'plab soch tolalari va yog' ishlab chiqaradigan serumen bezlar joylashgan. Bu serumen yog' ishlab chiqaradigan bezlarni tabiiy ochiladigan teshigi soch ildizchalariga ochiladi va u yerdan ajraladigan oltin gugurtli ajralmalar doimiy tashqi eshituv yo'liga chiqib turadi. Bu asosan quloq kirlari, ya'ni shu joydan chiqadigan serumen bezlar, ya'ni oltin gugurtli tiqilmalar va buni tashqi eshituv yo'lining terisi bor. Terisi doimiy yangilanib turadi. O'sha yangilanganda eski teridan qolgan po'stloq qavatlari va tashqi muhitdan kirgan turli xil changlar bu mumsimon bo'lgani uchun bunga yopishadi. O'sha barchasi yig'ilgan holatda quloq chirki, ya'ni quloq kirini hosil qiladi. Endi o'sha bu qismda hosil bo'lgan quloq kirlari bizda fiziologik holatda jag' yaxshi chaynagan paytda, jag'imiz ishlagan paytda bu qimirlaydida, tashqariga doimiy o'zini fiziologik holatda tozalanib turadi. Endi biz qachonki tashqari tomondan uchiska yordamida yoki boshqa yot jismlar yordamida bu yerda turgan kirni ichkari tomonga, ya'ni suyak qismiga o'tkazadigan bo'lsak, bu yerda harakatchanlik yo'qligi sababli quloqdagi kir to'planib qoladi. Endi undan tashqari juda ko'p kavlagan paytda bu yerdagi serumen bezlarni stimulyatsiya qilinadi. O'shaning uchun normadan ko'proq kir ajratishga moyil bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, endi o'zi quloqni qanaqa qilib tozalash kerak? Xo'p, bunaqa qilib tozalab bo'lmaydigan bo'lsa degan savolga, bu quloqni tozalagan paytda steril paxta olinadi aptekadan. Steril paxta yordamida birorta cho'pakga o'raladi. Ehtiyot qilib o'tkir bo'lmagan jism bilan ehtiyot qilib buni kirish qismini o'zini tozalanadi. Bu ichkariga tiqmaslik kerak. Ya'ni o'qichiska bilan ichkariga suradigan bo'lsangiz, buni harakat qilmaydigan qismga itarib qo'yasiz va kir u yerda to'planib qoladi yoki kiritgan paxtangiz ichkarida tushib qolib ketib qolishi mumkin. Yoki yana boshqa holatlar, ayniqsa yosh bolalarda quloqni tozalaganda ehtiyot bo'lish kerak. Ular yosh bola baribir og'risa ham, og'rimasa ham yig'laydi. Biz haqiqatan og'riyaptimi yo'qmi bilmaymiz. Bizda kirgan cho'pimizni ichkari tomonga kirgizish natijasida nog'ora pardani yirtilishiga olib kelishi mumkin yoki turli xil o'tkir jismlar natijasida quloq o'tkir jismlar yordamida ba'zida quloqni kalitlar yoki shunga o'xshash o'tkir jismlar yordamida tozalashga harakat qiladi yoki o'shanaqa holatda bu quloqni nozik terisini jarohatlab qo'yishi mumkin. Bunda juda ham yomon og'riqlar yuzaga keladi. Ya'ni bu yerda uch shoxli nerv oxiri joylashgani uchun tishimiz juda yomon og'rigan singari quloqda ham shunaqa og'riq kuzatiladi. Endi ba'zi holatlarda, masalan, hammomga kirgandan keyin, cho'milgandan keyin yoki tahorat qilgandan keyin quloqqa suv kirsa, bu yerda kir ko'proq to'plangan bo'lsa, o'sha kir tashqaridan kirgan suv xuddi nonni suvga solganda bo'kib qolgani singari kir bo'kadi va tashqi eshituv yo'lini to'liq yopib qo'yadi. Buning natijasida quloqda og'riq kuzatilishi mumkin. Tashqi eshituv yo'lini to'liq yopilgani hisobiga eshitish birdaniga yo'qolib qoladi, zaiflashib qoladi. Shunaqa holatlarda quloqda kir to'plangan degan xulosaga kelish mumkin. Bizda uy sharoitida faqatgina o'sha tashqi eshituv yo'lining kirish qismini tozalanadi. Boshqacha holatda o'zi ovqat chaynagan paytimizda jag' harakatlarida tashqariga qarab chiqib ketadi. O'shaning uchun ayniqsa bolalarda ovqatni yaxshi chaynashiga e'tibor berish kerak.
va undan tashqari ba'zi bolalarda bu quloqda chiqadigan kirlari judayam quruq bo'ladi. Biz ko'rgan paytimizda quruq ajralmalar ko'rinadi. Agar unaqa holat bo'ladigan bo'lsa, quloqqa bir hafta 10 kunda bir marta bodom yog'i, achchiq bodom yog'i tomiziladi va tomizgan achchiq bodom yog'ingiz boshini yonga qilinadi. Bodom yog'i tomizdingiz, ozginadan keyin qulog'iga paxta tiqib turaveradi, keyin olib tashlaysiz. Bu yoqqa tomizgan bodom yog'ingiz yoki boshqa komfortniy maslami, oddiy yog' bo'ladimi, o'shani tomizadigan bo'lsangiz, bu yerda turgan kirni eritib chiqazaveradi. Faqat buni sharti nima bo'lishi kerak? Bolada surunkali mezotimpanitlar, surunkali quloq kasalliklari bo'lmasligi kerak. Ya'ni nog'ora parda butun bo'lishi kerak. Agar nog'ora parda butun bo'lmaydigan bo'lsa, tashqaridan quyadigan dorilar, turli xil spirtli eritmalar nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerda turgan infeksiyani o'rta quloqqa, ya'ni steril muhitga tushirib qo'yadi. Natijada bolaning qulog'i oqish boshlaydi. Endi qulog'i qanaqa tozalash kerak degan anaqaga kelsak, qulog'i ikki xil usulda tozalash mumkin, ya'ni yuvgan holatda, ya'ni ho'l usulda va quruq usulda tozalanadi. Bizda quruq usulda tozalash qachon qo'llaniladi? Quruq usulda tozalash asosan nog'ora bo'shlig'ida qanaqadir nog'ora parda butunligi buzuq bo'ladigan bo'lsa, tashqaridan hech qanaqa eritmalar bilan quloqni yuvish mumkin emas. Ya'ni sizda oldin quloq doimiy oqadigan bo'lsa, siz dorilarni ham o'ylab tomizishingiz kerak. Har qanaqa tomizgan doringiz nog'ora bo'shlig'iga o'tib, yallig'lanish jarayonini keltirib chiqarishi mumkin. O'shaning uchun uyda o'zingizcha yuvib yoki boshqa dorilar tomizishdan ehtiyot bo'ling. Bunaqa holatlarda bizda kamera nazoratida, ya'ni endoskop bilan tashqi eshituv yo'liga kiriladi. Ikkinchi unaqa bilan atsos yordamida, ya'ni so'rgich yordamida kirni tortib olish mumkin yoki turli xil instrumentlar yordamida quloqda joylashgan kirni tortib olib tashlanadi. Siz uyda qanaqadir boshqa instrumentlar bilan o'zingiz tozalashga harakat qilsangiz, buni chuqurroq ichkariga kiritib, devorni shikastlab qo'yishingiz va undan keyin yana qo'shimcha dori va muolajaga muhtoj bo'lishingiz mumkin. Agar sizda faqat quloq kiri bo'ladigan bo'lsa, buni tozalab tashlagandan keyin hech qanaqa sizda qo'shimcha dori tomizish yoki boshqa holatlar kerak bo'lmaydi. O'shaning uchun vaqtida shifokorga murojaat qilish kerak. Hozir sizga mana videoda ko'rsatamiz. Bu yerda quloq kirini tozalash jarayoni keltirilgan. Ko'rishingiz mumkin. Ya'ni qulog'i kattagina bo'lib, probka qilib yopib qo'ygan. Bu yerda hech qanaqa havo o'tadigan joy qolmagan va o'shani hisobiga bu insonda eshitish pasayib qolgan. Ya'ni bu hozir ko'rishimiz mumkin, krючок yordamida yoki tig'li instrument yordamida buni olishga harakat qilinyapti. Tig'li instrumentlar atsos yordamida ko'pincha shunaqa qilib tozalanadi. Ehtiyot bo'lish kerak faqat. Tashqi eshituv yo'liga jarohat yetkazib qo'yish mumkin, chunki terisi juda ham yupqa bo'ladi va sezgir bo'ladi, og'riqlarga sezgir bo'ladi. Bunaqa quruq usulda tozalash asosan kamera yordamida erkin ishlay oladigan, kamera yordamida ishlab kelgan, instrument qayerda turganini to'g'ri his qiladigan insonlar tomonidan qilinsa yaxshi. Lekin agar instrument yaxshi ishlata olmasa, endoskop bilan to'g'ri foydalanishi qiynaladigan bo'lsa, bunda yuvish usulini qo'llash xavfsizroq hisoblanadi. Ya'ni qulog'i yuvsa xavfsizroq agar nog'ora parda butun bo'ladigan bo'lsa. Sizda uy sharoitida siz qilishingiz mumkin bo'lgan narsa shu: bodom yog'i tomizasiz, doimiy ovqat yoki jvachkalarni, misol chaynashni o'g'lingizga yoki qizingizga chaynashga beradigan bo'lsangiz, o'sha quloqda to'plangan kirlar ichkariga survormagan bo'lsangiz, o'zi tabiiy ravishda chiqib ketadi. Keyin quloqda agar qulog'ingiz bitib qoladigan bo'lsa, cho'milgandan keyin iloji boricha uni tezroq tozalatish kerak. Agar uzoq vaqt bu joyda kir turib qoladigan bo'lsa, uni sovuqligi mana bu tashqi eshituv yo'lining terisiga ta'sir qiladi va yallig'lanish jarayonini keltirib chiqarib, quloqda kuchli og'riq keltirib chiqarishi mumkin.